Zarba! Gol! Yo'q, kirdi. Darvozalash! Yoshlarimiz O'zbekiston bayrog'ini yuqori ko'tarib futbol bo'yicha Osiyo chempioni bo'lib qaytgan bir paytda ayrim voyaga yetmagan yoshlarimiz esa mana bu kabi ishlarni qilishyapti. Ayrim ota-onalar shu holatda ham xato-yu kamchilikni o'zlaridan izlash o'rniga farzandlardan yoki yo'lda to'satdan paydo bo'lgan insonlardan izlashadi. Aslida haqiqiy ayb bizni e'tiborsizligimizdadir. Biz ota-onalar ro'zg'or kamini to'ldiraman, farzandlarimga yaxshi imkoniyatlar, sharoitlar yaratib beraman deb ularga nisbatan biroz e'tiborsizlik qilmayapmizmi? Hozirda mana endi biz ota-onalar jabrini tortib o'tiramiz bu yerda. Biz bularni orqasidan pasani poylab yura olmaymiz. Bularni telefonni pasdan tekshirishga bizning qurbimiz yetmadi, aqlimiz yetmadi. O'zimiz ishimiz bor, bola chaqani boqish bor, ish ro'zg'or bor. Qo'llaringizga ehtiyot bo'linglar, befarq bo'lmanglar. Balkim hozir gapirayotgan gaplarim ayrim yoshlarimizga yoqmas. Aqllilik qilma dersiz, lekin shoshmang. Egnimizdagi mana bu kiyimni, cho'ntagimizdagi pulni barini ota-onalarimiz tayyorlab yaratib bermadimi? Ularga nisbatan rahmatnomalar yog'diradigan payt allaqachon yetib kelgan. 120 tezlikda tormozim ishlamay qolib, betonga urildim. To'g'ri, siz avtomashina ruliga o'tirayotganingizda avtohalokat sodir etaman, kimgadir jarohat yetkazaman deb o'ylamagansiz. Lekin hayot shunday. Kutilmagan voqealar sodir bo'ladi. Shunday ekan beboshlik qilmay, haydovchilik guvohnomasini olgandan keyin tajriba oshirgach mashina boshqaring. Yo'qsa umr bo'yi pushaymonlar ich-etingizni yeydi. Siz esa chorasiz qolasiz. Payti kelganda ishongan otangiz ham sizni qutqarib qola olmaydi. Siz qilgan xatodan keyin ota-onangiz begonalar oldida mulzam bo'lishi va boshi yerga qarashini unutmang.